Assalomu alaykum. Hyundai Genesis avtomobilimiz 2016-yil 177 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin, 3.3 объем, 10 million 900 ming won. Mashina вообще ideal, klass holatda. Dollarga 8 ming, yog'da 8 ming dollar, 9 ming dollar atrofida bo'lishi kerak. Mashinamiz oldi ikkala qanotda kraska teggan joyi bor. 5 ключевой доступ eshik. Salonni qaydada, salon nima deyapti? Ideal holatda mashina. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Orqa saloni keng holatda, multimedia boshqa funksiyalari, sidinlar stadi. Ekspertga ham bu mashina juda zo'r ketadi. Ekspert bilan shug'ullangan tanishlar bor, nomerini beraman. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Elektron sidina. Mashinamiz вообще ideal. Blackbox, high-pace, monitor, start-stop hamma narsasi mavjud. Avtohold, avtoparking, sport rejim, eco rejim, oldi sidinalar sovutadi, isitadi. Yog'ochlarni qaranglar, nima deyapti? Genesis avtomobili 10 million 900 ming won. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 177 ming kilometr, 2016-yil mashina. Вообще ideal. Balon holatlari ham mana normalniy. Mashinamiz oldi qanotlarida kraska teggan joyi bor xolos. Kuzov toza. Вообще ideal. Shu bitta moyka bo'lmagani uchun shunday qilib turibdi xolos. Shu oldi qanotlarida kraska teggan joyi bor xolos.